Vokzaldan ham ixcham ikki uy chiqaring deganlarga mana sizlar uchun eksklyuziv video bo'lyapti. $43,000 yangi dom 2 xona 6 qavatli uyimiz 5-qavatda bo'lar ekan. Juda ham klassni uy. Mana qaranglar, bir boshdan tomosha qilamiz. Bu uyimizning kirish eshigi mana shunday hol ko'rinishda. Bu yerda spalnya bo'ladi, yotoqxona, bitta mebel qo'yib olasizlar. Bir tomonda sanuzel bo'lyapti, to'liq kafelda. Mana ko'rishingiz mumkin, kattagina, kengishgina. Va bu yoqda uyimizning mehmonxonasi, zali. Mana. Voy, chiroylikgina. Agar yosh oila bo'lsa, prosta ideal variant mana. Mazza qilib yashaysizlar, buni qaranglar, chiroyliligini. Bu mehmonxonasi. Mehmonxona orqali biz oshxonaga o'tamiz. Oshxonasi mana shu joyda joylashgan. Mana. Hamma sharoitlar bor. Xolodilnik, gaz plita, vudchka, kir yuvish mashinasi mana. Shkafni ichiga yashiringan, bu yerda duxkontrni katyolda to'pli pol qilingan, g'ishlik dom. Mo'ljal karavan magazini bo'larkan, bozorchaning yoniga yaqinroq joyda bo'lyapti. Yangi domlarning 5-qavatida 6 qavatli lifti yo'q, kadastri bor. Naqd pul asosida sotiladi. $43,000 bu yana oxirgi savdosi emas, ozroq savdo qilinadi. Kimga qiziq bo'lsa, telefonlashib kelaverasizlar. Hammaga rahmat. Qo'llab-quvvatlashingiz chiqmasin.